Assalomu alaykum hammaga. Bugungi videoda bolada uchraydigan eng ko'p teri kasalligi atopik dermatit haqida gaplashamiz. Atopicheskiy dermatit 3 yoshgacha bo'lgan bolalarda ko'p uchraydi va oyijonlarni juda ham ko'p xavotirlarga soladi. Bolam nimadir yeb qo'ydi, shuning uchun terisida bu holat namoyon bo'lyapti deb o'ylashadi, lekin aslida kasallikni keltirib chiqaruvchi omil geneticheskiy bo'ladi. Ya'ni genli darajada filagrin oqsilini yetishmovchiligi hisobiga terini baryer funksiyasi, uni namligini o'shab turadigan oqsil yetishmaydi va bu holatda teri juda ham sezuvchan bo'lib qolgan bo'ladi. Lekin atopik dermatit ba'zi holatlarda haqiqatan ham oziq mahsulotlariga bo'lgan allergiya bilan birga kechishi ham mumkin. Bu holat umumiy atopik dermatitdan aziyat chekayotgan bolalarni 5-10% uchraydi. Ya'ni oziq mahsulotiga bo'lgan allergiya tufayli atopik dermatit 5-10% bolalarda yuzaga keladi. Lekin qolgan 90% atopik dermatitdan aziyat chekayotgan bolalarni shunchaki terisi qurishga moyil, terisi juda ham sezuvchan bo'ladi. Atopik dermatitda ko'proq diyetaga emas, aynan terini namligini, terini parvarishlash usullariga e'tiborimizni qaratib lecheniya qiladigan bo'lsak, effektni zo'r olamiz. Atopik dermatitda boya aytganimdek, shunchaki teri o'ziga xosligi bo'ladi. Terini qurib ketaverishi o'sha terini o'ziga xosligi. Teriga qanchalik ko'p namlantiruvchi maxsus emollent kremlarni sursak, terini sezuvchanligini pasaytirsak, shunchalik lecheniyamizdan effekt ko'proq olamiz. Ba'zi holatlarda shunchaki fenistil, zoda kechiring yaxshi bo'lib qoladi deyshadi. To'g'ri, vaqtinchalik yaxshi bo'ladi, lekin vaqt o'tgandan keyin, dorini kuchi ketgandan keyin holat yana takrorlanishi mumkin. Bu holatda обязательно emollent kremlarni ham ishlatishimiz kerak bo'ladi. Teri juda ham sezuvchan bo'lgani uchun tashqi ichki muhit omillari doimiy teriga ta'sir o'tkazib turadi. Tasavvur qilinglar, atopik dermatiti yo'q bo'lgan bolani terisi shunchaki bir HB mato deydigan bo'lsak, atopik dermatiti bor bo'lgan bolalarni terisini gipyurmatosiga o'xshatishimiz mumkin. Teri ostidagi vlaga, namlik gipyurmatosidan doimiy isparyatsiya qilib turadi va tashqi muhit omillari ham gipyur teshiklari ko'p bo'lgani uchun unga doimiy ta'sir o'tkazib turadi. Bu yerga sog'lom bolani HB matoga, terisini HB matoga o'xshatdik, unga ta'sir o'tkazishi tashqi ichki muhit omillarini ta'siri kam bo'ladi va terini holatini unchalik oddiy sabablarga o'zgartiravermaydi. Demak, atopik dermatiti bor bo'lgan bolani terisini gipyur deb o'ylasak, uni poralari juda ham ko'p, расширенный deb o'ylaydigan bo'lsak, nima qilishimiz kerak? Biz o'sha poralarni maxsus kremlar yordamida doimiy yopib, запечатывать qilib turishimiz kerak. Nimaga? Chunki tashqi muhit omillari doimiy ta'sir etmasin, himoya qatlam hosil qilib turaylik degan maqsadda doim kun davomida eng kamida 1 marta, 2 marta emollent kremlarni ishlatishimiz kerak bo'ladi. Emollent kremni surib, terini запечатывать qilib qo'yganingizdan keyin teri osti qatlamidagi vlaga ham doimiy isparyatsiya bug'lanib ketavermaydi-da, teri qurib ketavermaydi. Ko'pincha bolani terisi quriydi. Bu atopik dermatitni eng birinchi belgisi hisoblanadi. Qurigan teri qichishish hosil qiladi va bola o'zini doimiy qichigan hisobiga yarali bo'lib ketadi. Ba'zi holatlarda o'sha doimiy qichib yurgan joyiga ikkilamchi infeksiya kelib tushib, atopik dermatitda asoratlangan holatlari ham yuzaga kelishi mumkin. Va Instagram sahifamda shunaqa holatlarni ko'pini reels holatida qo'yganman. Instagramimga o'tib, shu videolarni ham ko'rib chiqishinglar mumkin. Bugungi kunda aptekalarimizda juda ham ko'p turdagi emollent kremlar mavjud. Bundan bir necha yillar oldin bu emollent kremlarni
odamlar chet ellardan zakaz qilishardi, hattoki unaqa kremlar borligi haqida ko'pchilikni ma'lumoti ham bo'lmagan. Lekin bugungi kunda turli xil firmaga oid bo'lgan yaxshi sostavli kremlar bor. La Roche-Posayda, Biodermada, Sebamedda, Topikremda judayam ko'p xil emolent kremlar bor. Bu kremlarni agar sizga kerak bo'lsa, aptekalarga kirib so'rashingiz mumkin. Agar aynan qaysi birini olishim kerak degan savol tug'ilayotgan bo'lsa, albatta kommentariyalarda yozib qo'yishingiz mumkin. Men qo'ldan kelgancha sizga o'z maslahatimni beraman. Endi farzandingizga to'g'ri tushadigan emolent kremni tanlaganingizdan keyin va bu emolent kremni muntazam ravishda ishlatib borganingizdan keyin bolangizdagi terini qurishlari, teridagi muammolar o'z-o'zidan kamayib ketaveradi va yegan mahsulotlariga ham organizmni reaksiyasi kamayib ketadi. Yaxshi lecheniya qilib, teri holatini tinchlantirib, normal, ideal holatga keltirib olganimizdan keyin bolani parhezlarini ham bekor qilib, bemalol umumiy stolga o'tkazishimiz mumkin. Ya'ni общий stolda o'zimiz bemalol iste'mol qiladigan mahsulotlarni bolaga ham taklif qilishimiz mumkin. Lekin atopik dermatit ba'zi holatlarda boya aytganimdek, asl allergik jarayonlar bilan, ya'ni oziq mahsulotlariga bo'lgan allergiya bilan ham kechishi mumkin. Bu holatda atopik dermatit og'ir ko'rinishda yuzaga keladi, o'rta og'ir yoki og'ir holatda bo'ladi va biz qancha teriga uhud qilmaylik, yaxshilanish o'rniga to'g'ri vaqtinchalik yaxshilanadi, lekin oziq mahsulot organizmga tushib turavergani hisobiga bizni kutganchalik effekt bo'lmaydi. O'rta og'ir holatdagi atopik dermatitda albatta pishavoy allergenlarni ham aniqlashimiz kerak. 1 yoshgacha bo'lgan bolalarda bu allergen ko'pincha sigir suti bo'ladi. ABKM deymiz, allergik belkam коровьего молока. Ming afsuski, bugungi kunda aynan shu diagnozli bolalarning soni keskin ko'payyapti. Bu holat nima bilan bog'liq? Onani homiladorlik jarayoni bilan, homiladorlik paytida onani o'tkazgan kasalliklari bilan yoki naslda allergiyadan aziyat chekadigan insonlar, ota-onani o'zida allergiya bormi yo'qmi, bu holatlarni hammasi birgalikda tug'iladigan chaqaloqda ham allergicheskiy proseslar bo'ladimi yo'qmi belgilab beruvchi faktorlar hisoblanadi. Endi farzandimiz tug'ildi va hayotini bir necha oyligida teri muammolari yuzaga kelishni boshladi. Bunaqa holatlarda albatta so'raymiz, emizyapsizmi yoki smes beryapsizmi? Ko'pincha aynan atopik dermatit rivojlanayotgan bolalarda ona suti bilan emas, искусственный скармливаниеda bo'ladi, ya'ni oddiy smesli ichayotgan bo'ladi. Smes ichyapti, sigir suti oqsillariga allergicheskiy proseslar organizmda ketyapti. Bu holatlar terida ham, oshqozonchi sistemasida ham namoyon bo'lishi mumkin. Agar siz ham farzandingizda shu kabi muammolar, teridagi doimiy muammolar bezovta qilayotgan bo'lsa yoki oshqozon ichagidagi muammolar bezovta qilayotgan bo'lsa, birinchi o'rinda taxminiy holatda sigir suti oqsilini ratsionidan olib tashlab ko'rasiz va effektni eng kamida 2 haftadan 4 haftagacha nablюдать qilishingiz kerak bo'ladi. Bolani kuzatasiz. O'zgarish bo'lyaptimi yoki yo'qmi? Ichlari yaxshilanyaptimi yoki yo'qmi? Buning uchun bolani специальный лечебный smeslarga o'tkazishimiz kerak. Lechebniy smeslar, ya'ni davolovchi smeslar magazinlarda bemalol sotiladi. Bu faqatgina gipoallergen smeslar emas, undan ham yuqori darajadagi lechebniylarga o'tamiz. Bu gidrolizatlar yoki aminokislotniy smeslar hisoblanadi. Agar bolani mana shu smeslarga o'tkazganimizda oshqozon ichak holati, teri holatlari haqiqatdan yaxshilanadigan bo'lsa, demak farzandimizda sigir suti oqsillariga allergiyasi bor ekan degan tashxis qo'yamiz.
Allergik belkam koroviy молока bu klinik tashxis hisoblanadi. 1 yoshgacha bo'lgan bolalarni ko'pincha analiz qon tahlillarida bu allergiyani aniqlash qiyin hisoblanadi. Shuning uchun analizlarsiz shunchaki klinik, ya'ni ko'rayotgan jarayonimizni biza tashxis qilib, klinicheskiy обоснованный diagnoz qilib yozishimiz mumkin va lecheniani ham shunga qarata qilamiz. Bolani demak lechebniy smesga o'tkazdik. Lechebniy smeslar gidrolizatlar, aminokislotniy smeslar bo'ladi. Ularni aptekalardan yoki magazinlardan topishimiz mumkin va kuzatamiz. Bolada o'zgarish bo'lyaptimi, ichlari qotishi kamaydimi yoki ichi ketishi kamaydimi? To'g'ri. Bolani ABKM bo'lsa, bolani ichi ketishi ham mumkin, ichi qotishi ham mumkin. Shuning uchun обязательно kuzatamiz. Demak, bolani kuzatamiz va holatini nazorat qilib turamiz. Lechebniy va aminokislotniy smeslarni, gidrolizatlarni ham doimiy berib bo'lmaydi. Immuniteti, bolani immun tizimi sigir suti oqsillariga o'rganishi uchun, allergiya sekin astalik bilan yo'qolib ketishi uchun desensibilizatsiya qilishimiz kerak. Desensibilizatsiya degani ma'lum muddat lechebniy smes ichadi, undan keyin sekin oddiy smesga qaytadi. Agar shu holatda qilmasdan bolani doimiy lechebniy smesda ushlaydigan bo'lsak, desensibilizatsiya, ya'ni organizmi allergiyasini kamaytirish jarayoni sodir bo'lmaydi va keyinchalik ham bolada sigir suti oqsillariga allergiya yo'qolmasligi mumkin. Lekin ko'pincha bu holat bolani 3 yoshigacha bo'ladi. 3 yoshdan keyin o'z-o'zidan sekin yo'qolib ketadi. Bu holat immunitetni takomillashuvi bilan bog'liq, ya'ni immun hujayralarimiz doimiy o'zi uchratayotgan allergenlarga reaksiya berishni to'xtatadi va natijada bolangiz keyinchalik sigir sutini ichadigan bo'lsa ham allergiya bo'lmasligi mumkin. Endi bolada atopik dermatit tashxisi qo'yildimi, keyinchalik bo'ladigan allergicheskiy jarayonlarni ham nazoratga olishimiz kerak. Allergologiyada atopik marsh degan narsa bor, termin. Bu degani allergik jarayon eng kichik ko'rinishdan yuqori ko'rinishga, ya'ni o'sishi mumkin. Atopik dermatit boshlangan bolada bir necha yillardan keyin 3 yoshdan 5 yoshgacha bo'lgan возрастda ko'proq kuzatiladi. Allergicheskiy rinit yuzaga kelishi mumkin. Ya'ni atopik dermatitni yengib o'tdik, keyinchalik shu allergik jarayonlar, allergik mexanizmlar allergik rinitga aylanishi mumkin. Allergik riniti bor bo'lgan bola sekin astalik bilan, undan oldingi videolarda aytganimdek, yuqori nafas yo'llaridan pastki nafas yo'llari allergik kasalliklari, allergicheskiy bronxit, bronxialniy astma kabi kasalliklarga o'tib ketishi mumkin va bu holat allergologiyada atopik marsh deyiladi. Bolangiz allergichniy bo'lib tug'ildimi, demak, onadan, otadan talab qilinadigan narsa bolani doimiy allergolog nazorati ostida ushlab turish. Bolamni allergicheskiy jarayonlari progressировать qilyaptimi yoki yo'qmi kuzatishim kerak degan narsa doimiy sizni xayolingizda bo'lishi kerak va atopik dermatitdan keyin rinit rivojlandimi, demak rinitni to'g'ri tashxislab uni lecheniya qilib, bu holat astmaga aylanib ketmasligi uchun choralarni ko'rishingiz kerak. Keyingi videoda esa nafas yo'llari allergik kasalliklari haqida gaplashamiz. Doimiy foydali ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Hozirgi videoim foydali bo'lgan bo'lsa, albatta o'zingizni fikringizni kommentariyada bildirib o'ting.